Bey tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Begrit'in asar ko'rinmaydi. Kimxob to'llarga o'rangan qo'g'dug'chilari, atrofni qo'rshigan qasr darvozalari uning sharpiga dog'dam ichilgan yurt ayollari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, perişan oldi edi. Bir chog'da men tarafga sal yangishib turib, Mustafa, sence beg bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Savolning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsang-chi, hay ahmoq. Dedi u zarda bilan. Kekeshlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarda shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib boribdi. Beg ochiq kulib qo'ydi. Ondan Beg deganing o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. men sukut bilan saqlab turardim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga olg'usiz qilib etdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqinlarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqinlarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkilarini sevib ichib, yonidan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toji yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi ashundoq bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va hurlikdan boshqani bilmaydi. Beg qasrga nihoyat perişan holda kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har soha yurtjonlari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. İştirakçılarning ichida Xo'janiyaz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Beg Azbatlar, nerede yıkılgan bo'lsak shu yerdan dast turishimiz kerak. Qandoq qilib? Beg Xo'janiyaz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. Beglik, ulug'liq to'llarimizni silib o'tib, yilqi pada boqadigan cho'pon hotimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayot qolsak, ana shu chog'da xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishimi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam boshqarishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yurimiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramaslik bo'lmaydi nima? Xo'janiyaz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim, dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zib etdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin beg tamkin kulimsirab turib, Men Xo'janiyazning fikriga qo'shilaman. Qavan Xitoy suyunli qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz. o'limalardan biri nido qildi. Alloh o'zing bor. Beg qaytirib Alloh biz bilan billa. Bizni hargiz xor qilmaydi, dedi. Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin? Fikrlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdam Begning, birdam Xo'janiyaz hojining yana qator etdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Atsi Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordim. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligidan qo'lini yo'qotay dedi. Diniy to'salg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi.
Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi begning taslimiyatiga norozilikni ochiq oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularni qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat ketmasligi kerak edi. Ish o'ssa, xalqma amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqitildi. U kecha qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatlik kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib, Onunğa tegmeymen dada, qandaqmı sizlarga itoat qilish bedeliga Allohga osiylik qilay. Alloh mendimmi va sizlardimmi azizdir. dedi. Allah o'zlarining mushundoq qilishlarini xohlaydi qizim. Alloh faqat xayrli ishlarni xohlaydi. Xayrlik ishlab o'ylaganimizning xayrlik bo'lishini kutamiz. Qiz esadinicha Senden ada juda boldum, qaysırdimmi ada juda boldum, meni ketgil qo'y. dedi. Beg qizining oltindek sarı saçlarini silab turib, Chil bo'rilarning orasidan qandoq chiqib keturlar? dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga atdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining Ishkini ochqin qizim. deb yolvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab ishga o'chqidan marilgan edi, qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada ishikni bar kuchi bilan ittirib boshladi. Xanjar qizining ko'ksiga petishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Albuki bechora qumul xalqi shaharning qalbidan borgan sari yiroqlashyotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq bo'ston bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishyotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texnik chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqalarda soqollarini ko'z yoshlari bilan yuyayotdi. Baq qasrini bundaq baxsaodatlik oldi ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik kayfini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer o'qituvchining ahmoqlik qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq palvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kirib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiverdi. Hatto masjiddan daldanishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona urf-odatlarning bo'yin turqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohiy dal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohiy hukmronlik qila olmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qiniken shu tangni deydim. Onam ko'zlari yashangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqoqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'ldigan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammo o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tuganligi uchun shayli, ulug'liq, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'taraylik. Xo'janiyoz hoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qilindi. Yana biraylarning tutqoq kesil tutib qolgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tek bir 4-qatim to'nish bilan tang qilishlar yalang'ochlandi. Miltiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq tutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning toaplari qasrning har tarafida sunayinib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yarashiltilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarini zindon va soqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi.
Xitoylardan saq qolganlari yo quyruqini xada qilib tikitishga, yo qacholmay yolvorib yelinishqa, hatto ba'zilari apotilib tislanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Beg maydonning o'ttirida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yoshlanayotdi. Qizi yeniq keldi. Beg qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni bek deyalaydigan bo'ldim." dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hergiz bundaqla qo'yib etmaydi. dedi. Beg kulib qo'ydi va Endi hayotimning oxirigacha bek bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashlamayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsaq, jihad yo'lida o'ligicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan bek yashab, bek peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatimda bora olayman. dedi.